Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qoriya surasi 11 oyat. Al-Qoriya. Al sukunli bo'lib qolmasin, qalqala bo'lib qolmasin, sukunini to'liq beramiz. Qofdan keyin alif mad bor. Al-Qoriya. Al-Qoriya bo'lib ye bo'lishmas, ayn bo'lish kerak. Al-Qoriya. Oxirida toy marbutani ha qilib o'qiymiz. Agar ulab ketmoqchi bo'lsak, Al-Qoriyatu mal-Qoriya deb t qilib o'qiymiz. Ulamasak ha qilib o'qiymiz. Mal-Qoriya. Lamda ham sukun bor. Mal deb lamda sukun beramiz. Qoriya qofdan keyin alif mad bor. Wa ma adraka mal-Qoriya. Va ma da mad munfasil kelyapti. Mimda 4-5 deguncha cho'zamiz. Adrakada d qalqala bo'lib kelyapti. Rodan keyin alif mad tabiiy mad kelyapti. 1-2 deguncha cho'zamiz. Adraka mal mad lamga ulamiz, sukunini beramiz. Qofdan keyin alif mad bor. Mal qori'a. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم وawda sukunini to'liq beramiz. Yawma yakunun, mana kafdan keyin ham vav mad turibdi. 1-2 deguncha tabiiy mad qilib cho'zamiz. Nunga urishtiramiz. Yakunun deb nun tashdidli bo'lgani uchun g'unna qilib ushlab turamiz. Yakunun nasu, nundan keyin alif mad bor. Ozgina cho'zamiz. Kal faroshil, kafdan keyingi alif o'qilmaydi. Lamga urishtirib o'tib ketamiz. Bu ham kafti bir turli ko'rinishi. Faroshil, rodan keyin alif mad bor. Faroshil mabthus, ba qalqala. Mabthus, sadan keyin vav mad bor. Mabthus. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون kafdan keyin vav mad bor. 1-2 deguncha cho'ziladi. Nun lamga urishtiriladi. Lamda sukunni to'liq beramiz. Vatakunul deb nuli bo'lib qalqala bo'lib ketmasin. Jibalu, bdan keyin alif mad bor. Kal'ihnil, lamda sukunni beramiz. Ihnil nadi lamga urishtirib buni ham sukunini beramiz. Manfush, nun f ga o'qiyapti, ixfo bo'lyapti. Nunni f chiqadigan joyga yashiramiz. Ya'ni f chiqadigan joyi tepadagi tishlarimiz, ya'ni tepadagi ro'para tishlarimiz pastki labimiz o'rtarog'iga tegishi kerak. Shu yerga olib borib yashiramiz. Manfush mavvudi cho'zamiz. Ixtiyoriy. فأما من ثقلت موازينه. فdan keyin alif ustida hamza kelyapti. Uni asni ham o'qiymiz. Amma deb fdan keyin alif mad deb cho'zilmaydi. Hamza kelayotgani uchun bu ustidagi harakat o'qiladi. Ammada mimni g'unna qilamiz tashdidli kelgani uchun. Undan keyin alif bor, uni cho'zamiz. Amma deb man thaqulat ixfo kelyapti. Chuchuk sa ozgina tilimiz tishimizga tegib chiqadi. Shetga nunni yashiramiz. Man thaqulat mawazinu, vavdan keyin mana tabiiy mad kelyapti. Mawa deb 1-2 deguncha cho'zamiz. Zinu, zadan keyin yo kelyapti. Uni ham cho'zamiz. Fa kichkina vavcha agar oyatni davom ettirib ketmoqchi bo'lsak, mawazinuhu fahuwa deb kichkina vovchani ham cho'zamiz. Davom etmasak mawazinuh deb to'xtaymiz. Fahuwa fi ayshatir rodiya. Fi da mana matni beramiz. 1-2 deguncha ayshatir, aynan keyin ya mat cho'zamiz. Ozgina ayshatir ta'da ro'ga urishtiramiz. Ayshatir rodiya. Rodan keyin alif mad bor, cho'zamiz. Oxirida toy marbutani ha qilib to'xtaymiz.
Va amma man khaffat mawazinuh. Va amma deyam alifni ustiga, hamzani ustiga alifni o'qiymiz, a'ni o'qiymiz. Mimga g'unni beramiz, m'dan keyin alif cho'zamiz. Va amma man, nun izhor qoidasi kelyapti, ya'ni nun sukunli kelyapti. Aniq bildiramiz. Man deb keyin khaffat. Va amma man khaffat mawazinuh. Vavdan keyin alif mat kelyapti. 1-2 deguncha cho'ziladi. Zinuh, yana bu yerda ham zni cho'zamiz. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu deyam hamzani ustiga zammani o'qiymiz. Keyin oxirida mana hdan keyingi vovni cho'zamiz. Fa ummuhu hawiyah. Hdan keyingi alifni ham cho'zamiz. Hawiyah. Oxirini toy marbutani ha qilib to'xtaymiz. Va ma adraka ma hiya. Va ma da mimdan keyin hamza kelyapti. Mad munfasil. Ma deb cho'zamiz 4-5 deguncha. Ad qalqali kelyapti. Ro'dan keyin tabiiy mat kelyapti. Ma da m'dan keyin alif mat kelyapti. Hiya. Va ma adraka ma hiya. Narun hamiya. Narun, nundan keyin alif mat kelyapti. Ro'd ustida mana tanvin, ya'ni bu zammali tanvin. Ikkita zamma bir-biriga qarab kelayotgan shakli nunda aniq bildirib izhor qilamiz. Narun hamiyah deb. Sadaqallohul azim. Video foydali bo'lgan bo'lsa, fikringlarni izohda yozishni va boshqalar bilan ulashishni unutmanglar.